Meni srochniy politsiya chaqirtirishdi. Nimadir bo'pti. Hozir kelyapman. Tinchlik bo'lsin. Kechirasiz tushuntirdik. Yetib kelganimcha 11 dan keyin ovqat yema. Ertalab kelaman, olib ketishadi deb. Hozir kelsam, ertalab bir kishilik zavtrak berishgan va o'sha zavtrakdan onalari ozgina Sabrinaga yedirib qo'yganlar. Но я очень спокойно сейчас. Hozir vrach kutib turibman nima deyishini. Я стараюсь быть очень спокойно. Mana Sabrinaxonning palatalari. Ha? Operatsiyadan oldin какие ощущения? Qo'rqmayapsizmi? Yo'q, qo'rqmayapman. Xalqim meni duo qilib turibdi. Shu uchun ham qo'rqish yo'q menda. Aytmoqchiman, operatsiyaga kirishdan oldin kimga yomon gapirgan bo'lsam, nimadir degan bo'lsam, Alloh uchun meni kechiringlar. Meni duo qilinglar. Ko'pchilikning duosi o'tadi. Men so'kkan bo'lsam ham asabilash, shu holat esimga tushgani uchun jahl bilan so'kib yuborgandirman. Men shunaqa holat uchun so'kib yuborgandirman. Lekin unaqa hamma joyda so'kib yuradigan inson emasman. Chunki holatimni, misol uchun atrofimdagilar biladi, siz bilasiz, boshqalar bilmaydi. Hamma noto'g'ri tushunishi mumkin dedi holatni. Hammasi yaxshi, hamma duoda siz uchun. Aytmoqchiman, kimgadir nimadir yomon gapirgan bo'lsam, ko'nglimni og'ritgan bo'lsam, hammasini Alloh yo'lida ro'za kuni meni kechiringlar, aziz yurtdoshlar. Hammalaringizdan juda ham xursandman. Xalqim menga yordam bergani uchun. Men o'zimga ishonyapman, что sizlar meni duo qilyapsizlar, hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi juda ham tez va yengil o'tadi. O'zingiz qo'rqmayapsizmi? Yo'q, qo'rqmayman. Hammasi yaxshimi? Nimani ham aytib o'tay, CD yo'lini ham tekshirishar ekan ertaga. Ertaga женскийlarni ham tekshirar ekan. Aytishdi, agar yengil bo'lsa dedi, qilamiz dedi. Agar og'ir bo'lsa dedi, ikkinchi operatsiya. Hozir pampersdasiz, to'g'rimi? Hozir Pampersda yuribsiz a? Shunaqa gaplar. Xudoyim duo qilib turinglar, xudo xolsa ertaga operatsiya. Ertaga reanimatsiya kerak emas bo'lsin deylar, duo qilinglar. Srazi palataga olib chiqsin, ertaga xudo xolasa operatsiyadan keyin yana kelaman, ko'rgani video qo'yamiz. Duo qilib turinglar. Короче, больницаga yotkizdik. Больницада hozir yotibdi. Pullarini aytib o'tsam sizlarga. Короче, operatsiya, только operatsiya $15,000 tushyapti. Потому что bu qizni Yulduz opa tushuntirib aytibdi. Qiynlangan oila, butun O'zbekiston bilan pulini to'pladik. Buni hali yurishni o'rganishi bor. Boshqatdan yurib o'rganish kerak-ku. Boshqatdan endi temir bo'ladi, bu yerda implant bo'ladi. Shuning uchun qaranglar, baxtimizga hamma pullar yetyapti. Hammasi joy-joyida. Xudo xolasa ertaga CD yo'llarni ham tekshirishib, женскийlarni ham tekshirishib, oddiy bo'lib chiqadi. Mana yonimda o'tiribdi. Qon tayyorlab qo'yishgan, qon quyish kerak ekan. Qonga bu implant, qon, короче, yuborish uchun tayyorlab qo'yishibdi. Hamma yo'q, tayyor operatsiyaga. Duo qilib turinglar, eson-omon operatsiyadan chiqib olsin. Gapiring. Avvalambor yuzimiz yorug' bo'lsin, operatsiyadan yaxshi chiqib olaylik. Hammalaringiz duoda bo'linglar. Sizda anaqa hozir Mahina aytib qoldi. Kechasi baqiryapsizmi? Hali ham qo'rqyapsizmi? Qo'rqaman, tushimda avariya bo'ladi. Avariya kiradi, mashina tagiga yotaman. Bu bo'ladigan narsa. Endi nima qiling? Operatsiyalardan keyin psixiatrga ham ko'rsatib borsangiz. Kunda 3 marta tush ko'raman, shunaqa uxlasam, o'ngimda ham tanam titraydi. Kechasi bilan uxlamay chiqadi dedi-da hozir. Kechasi У нас дочки не спят. Они удивляют меня. Boshqa baqirib ketadi, men o'zim qo'rqitib ketyapman bir-ikkovlar bilan. Mana shunaqa bu umuman operatsiyadan chiqib olgandan keyin xudo xolasa hammasi o'tib ketadi. Go'zal bo'ldi, rasmlar qilishni boshlaysiz. Chiroyli. Xudo xolasa. Operatsiyaning narxini aytaman deb esimdan chiqib aytmasdan o'tib ketibman. Короче, Yulduz opa iltimos qilib, qiynlangan oila deb $15,000 ga operatsiyani tushiribdi narxini. 6 ta doktor kiradi. U yerda ginekolog bo'ladi, urolog bo'ladi, mikroxirurg, mikroxirurg и keyin общий xirurg. Ana. Men o'zimdan faxrlanib ketganim nimada? Men Mahina opa o'tiribdi, Yulduz opa o'tiribdi. Prosta hech qachon o'ylamagandim shu yoqdan olib kelib, o'sha operatsiyaga yotkizdiramiz deb, представляете? Juda ham xursandman, sizlarga katta rahmat. Xudo xolasa, mana onalari o'tiribdi. Opa, xursandmisiz? Xalqim hammalaringga rahmat, shu qizni
befarq qoldirmadilaring, sizlarni duolaring. Duo qilib turinglar. Duo qilib turinglar. Обязательно duoda bo'linglar. Ertaga Xudo xolasa soat 10 da aniq bo'ladi nechida operatsiyada. Ertaga точно operatsiya. Xudo xohlasa. 12 ga yaqin boshlanadi. Xudo xohlasa.